Yurtimizda shaxmatni ommalashtirish borasidagi chora-tadbirlar doirasida turli musobaqalar tashkil etilmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi professor-o'qituvchilari hamda kursantlari o'rtasida ushbu sport turi bo'yicha akademiya birinchiligi o'tkazildi. Robiyaxon Asrorova tafsilotlar bilan. Mazkur musobaqaning maqsadi shaxmatni yanada ommalashtirish, xodim va kursantlar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini yaratishdir. Bellashuv davomida ishtirokchilar o'zlarining tajribalarini amalda sinovdan o'tkazishdi. Har bir o'yin qatnashchilari uchun o'z ustida ishlash, diqqatni jamlash va to'g'ri qaror qabul qilish malakasini mustahkamlash imkonini berdi. Musobaqaga O'zbekiston shaxmat federatsiyasi vakillari ham kelib, kursantlarga shaxmat bo'yicha o'z bilimlari bilan bo'lishdi. Mamlakatimizda barcha sport turlari kabi shaxmat turi ham juda ham ommalashib boryapti. Bunga misol mana muhtaram prezidentimizning keyingi 5 yilda 5 ta qarorlar chiqqan. Shaxmat sportini rivojlantirish bo'yicha keyingi yilda O'zbekiston Butunjahon shaxmat olimpiadasiga mezbonlik qiladi. Xuddi shunday tadbirlardan biri Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida mana bugun amalga oshyapti. O'quvchi kursantlarga bugun Xalqaro shaxmat akademiyasi trenerlari shu bilan birgalikda jahon chempioni mana Islombek Sindarov tashrif buyurib, ularga master klass ko'rsatyapti. G'oliblar akademiya rahbariyati tomonidan diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Tadbir yakunida kelgusida shaxmat bo'yicha yanada muntazam musobaqalar o'tkazish bo'yicha takliflar bildirildi. Shaxmat bo'yicha chempionatda faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Favqulodda vaziyat sodir bo'lganda juda ham tezkor, juda ham aniq va to'g'ri qaror qabul qilish juda ham muhim sanaladi. Shuning uchun shaxmat sport turi ham aqliy sport hisoblangani uchun shu javharlarni rivojlantirish uchun juda ham katta hissa qo'shadi. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida o'tkazilgan ushbu shaxmat musobaqasi nafaqat sport ruhini, balki fikrlash madaniyatini ham mustahkamlashga xizmat qildi. Robiyaxon Asrorova, Abbos Saidaliyev, Yoshlar.